Assalomu alaykum doktor. Bemorlardan kelgan savol bor ekan. Hozir bilsangiz ayollarda sistit kasali tez qaytalanadi. Tez qaytalanmasligi uchun nima sabablarni qilishimiz kerak? Alaykum assalom. Ayol va qizlarimiz birinchi navbatda sistit nima ekanligini, u qanaqa klinik belgilar berishini bilib olishlari kerak. Chunki masalan, bir qancha kasalliklar sistit klinikasiga o'xshash bo'ladi. Masalan, tez kam suyaman deb kelishadi. Bu faqat sistit emas, giperaktivniy mochovой puzir kasalligida ham bo'lishi mumkin. Yoki sevilgandan so'ng uzoq muddat achishib yurish holatlari kuzatilishi mumkin. Bu sistit emas, ayollik tomonidan, ya'ni jenskiy tomonidan kuzatiladigan kasalliklar ham bo'lishi mumkin. Yana bir sabab esa shu ayol qizlarimiz sistit bo'lib qolganda dugonasidan yoki oyisidan maslahat olib, shifokor nazoratisiz antibiotiklarni uzoq muddat qabul qilishadi. Bu esa organizmning antibiotikka bo'lgan chidamligini pasaytiradi va bizga tuzalmay kelishganda vibra antibiotik, ya'ni antibiotik tanlashga qiynalib qolamiz. Sizda sistit klinikasi kuzatilsa, albatta uyda davolanmasdan shifokor ko'rikka kelish kerak, analiz topshirish kerak, bakpasev tekshirish kerak. Shunga qarab antibiotik bilan davolasa bo'ladi. Qiz ayollarimizga yana bir maslahat: hech qachon sizda sistit kuzatilsa va tuzalmasa, qovog'ingizni kateterizatsiya qilib antibiotiklar bilan yuvmang. Bu umuman mumkin emas. Faqat ma'lum bir turida aniq diagnoz qo'yilgandan so'ng faqat bitta antibiotikni yuborishimiz mumkin. U uchun aniq diagnoz qo'yishimiz kerak. Doktor, keyingi savolim, mana sistit bo'lganda ayollar ko'pincha ginekologga borishadi. Siz mana hozir urologsiz, o'zi ma'lumot bo'yicha sistitni urologlar davolashadi deyishadi. Siz qanaqa fikrdasiz? Sistit o'zi siydik yo'llari infeksiyasi kasalliklarining bir turi hisoblanganligi sababli bemorlar urologga murojaat qilish kerak. Lekin qaysi shifokor davolasa ham to'g'ri standart orqali davolashlari tarafdorimiz.